9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan 100 ta fakt. 9-may tarixda Ikkinchi jahon urushida fashizm ustidan erishilgan g'alaba kuni deya muhrlangan. O'zbekistonda esa xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi. Ikkinchi jahon urushi 1939-yilning 1-sentyabridan 1945-yilning 2-sentyabriga qadar davom etgan. Unda o'sha davrda mustaqil bo'lgan 73 ta davlatdan 62 tasi ishtirok etgan. Ya'ni bu urush dunyo aholisining 80% qamrab olgan. Jangovar harakatlar 40 ta davlat, 3 qit'a va 4 okeanda olib borilgan. Urush yillarida Buyuk Britaniya turli hajmdagi 132.500 ta samolyot ishlab chiqargan. Ikkinchi jahon urushida nafaqat bronyepoyezdlar, balki bronetrizin, relsda harakatlanuvchi tank sifat o'qotar qurollardan ham foydalanilgan. Ikkinchi jahon urushida faqat ayollardan iborat 3 ta polk bo'lgan. Shuningdek, xotin-qizlardan iborat ko'ngilli brigadalar, zaxira o'qchi polklar tuzilgan. Maxsus markaziy merganlar maktabida ayol merganlar tayyorlangan. Berlinni qo'lga kiritgani uchun medali bilan 1,1 millionga yaqin askar taqdirlangan. Urush davrida 134 dan ortiq o'q-dori va qurol-yarog' ishlab chiqarilgan. Urushda 60 mingdan ortiq it xizmat qilgan. Aloqachi itlar taxminan 200 mingta jangovar ma'lumot yetkazib bergan bo'lsa, sapyor itlar 300 dan ortiq yirik shaharlarni minalardan tozalagan. Odamlarning shaxsiy jamg'armalaridan 15 kilogramm oltin, 952 kilogramm kumush va 320 million so'm harbiy ehtiyojlar uchun yig'ib olingan. Urush davrida front hududlariga 1 milliondan ortiq zarur mollar va 125 vagon issiq kiyim-kechak jo'natilgan. 110 million qurolli askar ishtirok etgan bu urushda taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra 60 million kishi qurbon bo'lgan. Xususan, sobiq Sovet ittifoqida 27 million atrofida tinch aholi halok bo'lgan. Umumiy hisobda esa 43 milliondan ziyod kishi vafot etgani taxmin qilinadi. Uning armiyasidagi yo'qotishlar esa 12 million kishini tashkil etgan. Nemis tarixchilari hisob-kitobiga ko'ra, Ikkinchi jahon urushida 5,2 million nemis askarlari va 1,2 million tinch aholi halok bo'lgan. Ikkinchi jahon urushida Amerika Qo'shma Shtatlarining 248 ming askari vafot etgan. Yaponiyadagi yo'qotish esa 467 ming kishini tashkil etgan. O'zbekistondan 2 millionga yaqin kishi bu urushga safarbar etilgan. Ya'ni har 3 o'zbekistonlikdan bittasi qo'liga qurol olib jang qilgan. Bundan tashqari 500 mingdan ziyod O'zbekiston fuqarosi urushda halok bo'lgan. 158 mingdan ko'proq vatandoshlarimiz esa bedarak yo'qolgan. Ikkinchi jahon urushining umumiy moliyaviy qiymati 1,3 trillion dollarga baholangan. Ikkinchi jahon urushining eng uzoq davom etgan jangi 1939-yildan 1945-yilgacha davom etgan Atlantika jangi edi. Urushning eng dahshatli qamallaridan biri Leningrad atrofidagi qamal halqasi edi. Shahar 900 kun qamalda qolib 1 milliondan ortiq kishi halok bo'lgan. Ikkinchi jahon urushi paytida suvosti kemalarida xizmat qilgan 40 ming kishidan faqat 10 ming nafari qaytib kelgan. Ikkinchi jahon urushi davrida yaponlar qog'oz va ipakdan 9 mingta havo qurolli kemasi yasaganlar. Rezinalangan havo sharlari AQShga yondiruvchi va piyodalarga qarshi bombalarni yetkazib berishi kerak edi. Ikkinchi jahon urushi davrida Amerika zavodlari 300 mingta harbiy samolyot, 89 mingta tank, 3 millionta pulemyot ishlab chiqargan. Nemislar Ikkinchi jahon urushida birinchi reaktiv qiruvchi samolyotlardan, jumladan Messerschmitt Mi-262 dan foydalangan. Urushning eng manyovrli va tezkor tanki T-34 edi. Uning zirhi va tezligi dushman mashinalariga samarali qarshilik ko'rsatish imkonini bergan. Urush harbiy texnologiyalarining rivojlanishini tezlashtirdi. Bu davrda reaktiv samolyotlar, ballistik raketalar va dastlabki kompyuterlar yaratildi. 1945-yilda AQSh tomonidan Yaponiyaning Hirosima va Nagasaki shaharlariga atom bombasi tashlanishi Yaponiya hukumatining urushni davom ettirish masalasini jiddiy o'ylab ko'rishga majbur qildi. 1945-yil 14-avgustda Yaponiya imperatori Hirohito Yaponiyaning muqarrar taslim bo'lish to'g'risida qaror qabul qildi. Bir kundan keyin Yaponiya taslim bo'lganini e'lon qildi. Ayni shu pallada sobiq ittifoq armiyasi Shimoliy Sharqiy Xitoy, Shimoliy Koreya, Saxalin va Kuril orollarini ozod qildi. 1945-yil 2-sentyabrda Ikkinchi jahon urushi
tugadi. Ikkinchi jahon urushi yillarida radio targ'ibot va axborot uzatishning asosiy vositasiga aylandi. U birinchi marta psixologik urush olib borish uchun keng miqyosda qo'llanildi. Ikkinchi jahon urushidan keyin bunday mojarolarning oldini olish va sayyoramizda tinchlikni ta'minlash maqsadida BMT kabi tashkilotlar tuzildi. Urush ko'plab mamlakatlarda iqtisodiy inqirozga olib keldi. Vayron bo'lgan shaharlar va sanoatni tiklash uchun o'nlab yillar kerak bo'ldi. Urush yillarida minglab san'at asarlari va madaniy boyliklar yo'qoldi. Ularning ko'pchiligi haligacha topilmagan. Ikkinchi jahon urushining tugashi madaniy yangilanish va ijodkorlikning yangi davrini boshlab berdi. Rassomlar, yozuvchilar va bastakorlar yangi dunyo va boshdan kechirilgan fojialardan ilhomlanib, klassikaga aylangan va hozirgacha odamlar qalbini to'lqinlantiradigan asarlar yaratdilar. Masalan, G'afur G'ulomning Sen yetim emassan, Rahmat Fayziyning Hazrati Inson asari va boshqalar. Ikkinchi jahon urushida 200 mingdan ziyod askar va ofitserlarimiz jangovar davlat mukofotlari bilan taqdirlangan. Jumladan O'zbekistonlik sobiq Sovet ittifoqi qahramonlari soni esa 301 nafar bo'lgan. 70 nafardan ziyod yurtdoshimiz uchala darajadagi Slava ordeniga sazovor bo'lgan. O'sha yillarda O'zbekistonda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan xalqimiz hamma narsa front uchun, hamma narsa g'alaba uchun deya yashashgan. O'zbekiston frontning mustahkam ta'minot bazasiga aylangan. O'zbekiston urush maydonlariga juda katta miqdorda harbiy texnika, qurol-yarog', dori-darmon, kiyim-kechak, oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib bergan. Yurtimizdagi ishlab chiqarish korxonalari harbiy maqsadlarda qayta tashkil etildi. Jumladan, o'sha vaqtdagi 300 ga yaqin ishlab chiqarish korxonalarida harbiy mahsulotlar tayyorlandi. O'sha yillari front hududlaridan yurtimizga 151 zavod ko'chirib keltirilib, qisqa fursatda ishga tushirildi. Bundan tashqari 1941-45 yillarda bu yerda minglab jangchilar davolanib, urush va mehnat frontlariga qaytgan. O'zbekiston urush tufayli uy-joyi, ota-onasi va qarindoshlaridan ajralgan. Front hududlaridan ko'chirib keltirilgan qariyb 1.500.000 kishini o'z yaqinlaridek kutib olgan. Ularning 250 mingdan ziyodi bolalar edi. Yuzlab o'zbek oilalari evakuatsiya qilingan yetim bolalarni o'z tarbiyasiga olgan. G'alabaga bag'ishlab 1945-yilda o'tkazilgan paradda Yo'lbars nomli it askarlar tomonidan shinelda ko'tarilgan holda olib o'tilgan. Yo'lbars urush davomida 7468 mina va 150 ta snaryadni zararsizlantirib, minglab askarlarni muqarrar o'limdan saqlab qolgan. Fransuz xonandasi Edith Piaf urush yillarida Germaniya hududidagi harbiy asirlar lagerlarida konsertlar bergan va asirlar bilan suratga tushgan. Keyin bu suratlardan asirlarning suratini qirqib olib, soxta hujjatlar orqali asirdagi fransuzlarga qochishga yordam bergan. Sobiq ittifoq davlatlarida g'alaba kuni 1-marta 1965-yilda keng nishonlandi. Shundan so'ng u dam olish kuniga aylandi. Yurtimizda 9-may 1999-yilgacha g'alaba kuni sifatida nishonlangan. 1999-yil 9-may kuni Toshkent markazida Mustaqillik maydoniga tutash hududda xotira maydoni ochildi. U yerga motamsaro ona haykali o'rnatilib, uning poyiga "Sen doimo qalbimdasan jigarim" degan so'zlar bitildi. Istiqlol yillarida 35 jildlik xotira kitobi chop etildi. Urush qurbonlarining nomlari xotira maydoniga o'rnatilgan temir daftarga zarhal harflar bilan bitib qo'yildi. Undan so'ng yurtimizning ko'plab shaharlar va tumanlari markazlarida shunday xotira maydonlari barpo etildi. Mirtursun Mirsoatov va Zarifa Eshmirzayevalar boshchiligida 1984-yilda Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib Prometey vatanparvarlik qidiruv ekspeditsiyasi o'z faoliyatini boshlagan. Halok bo'lgan jangchilar qabrlarini topishda ishtirok etgan. O'zbekiston xotira kitobiga bedarak yo'qolgan deb hisoblangan 7,5 ming jangchi nomi kiritilgan. Hozirda ham ekspeditsiya Ikkinchi jahon urushida ishtirok etgan vatandoshlarimiz nomlarini abadiylashtirish bo'yicha o'z faoliyatini Oltin meros xalqaro xayriya jamg'armasi negizida olib bormoqda. Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 75 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish bo'yicha asosiy chora-tadbirlar dasturi doirasida 2020-yilda Toshkentning Olmazor tumanida G'alaba bog'i yodgorlik majmuasi foydalanishga topshirildi. Uning hududida Shon-sharaf davlat muzeyi ham ochildi. G'alaba bog'ining umumiy maydoni 14,6 gektar. Majmua ramziy 12 ta hududga bo'lingan bo'lib, kirish qismi, urushning dahshatli qiyofasi, markaziy xiyobon, harbiy texnikalar maydonchalari, temir yo'l vokzali, front orti hududi, amfiteatr va ma'muriy bino, Motam va Nduh hududi, Shodi-xurramlik hududi, G'alaba hududi, Shon-sharaf davlat muzeyi va Shukronalik hududidan tashkil topgan. Urush va uning oqibatlari, urush manzaralari, jumladan okop va blindajlar, palatkalar, dala oshxonalari va
boshqa lavhalar aks etgan majmuada o'sha davrdagi harbiy texnika va qurol-yarog'lar, O'zbekiston xalqining front va front ortida ko'rsatgan jasorati, mashaqqatli mehnati, qayg'u alami, shuningdek erishilgan buyuk g'alabaga qo'shgan ulkan hissasi ifodalangan. Bog'ning matonat madhiyasi majmuasida butun o'zbek ayollarining sadoqati ramziga aylangan zangiotalik Zulfiya Zokirova va uning urushda halok bo'lgan 5 o'g'lining vafodor rafiqalari aks etgan. Ko'z yoshi majmuasi urushning mudhishligi, millati va dinidan qat'iy nazar barcha odamlar birligi ramzini ifodalaydi. 2020-yili g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan O'zbekiston nashriyotida O'zbekiston xalqining fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga qo'shgan hissasi nomli kitob-albom o'zbek, rus va ingliz tillarida chop etildi. 2021-24-yillarda Xotira va qadrlash kuni arafasida O'zbekiston 2-jahon urushi davrida nomli 2-, 3-, 4- va 5-kitob albomlar o'zbek va rus tillarida nashrdan chiqdi. 2021-yilda Shon-sharaf davlat muzeyi nomli kitob albom chop etildi. 2022-yilda Shon-sharaf davlat muzeyi xodimlari Adliya vazirligi huzuridagi o'z arxiv agentligi bilan hamkorligi asosida front xatlari to'plami chop etildi. Askar maktublari deb nomlanuvchi ushbu to'plamga urush davridagi maktublar hamda arxiv fotosuratlari kiritildi. Bu yil fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga 81 yil to'ldi.